Yo'q, aka, kofe ichmayman, rahmat. Yo'q, hozir ichib keldim, rahmat. Rahmat. Uyda egalari qaranglar, qanaqangi zo'r uyda egalari. Shunaqa ham bir samimiy inson bo'ladimi? Mana shu odamdan uy olish kerak. Xo'p, mana bu zal qismi. Bu esa koridor. Mana kiraverish eshik mana bu bo'ladi. Koridori ham juda ham keng, juda ham chiroyli. Mana bu bolalar yotoqxonasi. Chiroyli-a? Bunisi esa kattalar yotoqxonasi. Juda chiroyli. Xo'p, bu yerda esa hozir ko'rsataman, endi uy egalari turibdi. Demak, hozir mana bu yerda bu vanna. Aka, men bu xonaga o'tib olavering, men sekin bitta oshxonani ko'rsatay. Mana bu esa shu hozirlarga oshxonani ko'rsataman, bemalol ko'rib baho berishinglar mumkin. Endi yaxshi, yosh oilalarga juda ham ideal variant. Yaxshi xonadon desam ham adashmagan bo'laman. Mana bu esa oshxona qismi. Juda ham chiroyli. Xo'p. Oshxonalar ham chiroyli. Shu. Manzilimiz Toshkent shahar, Mirzo-Ulug'bek tumani. Qorasuv 6 dahasida joylashgan. Atrofimizda 3 ta maktab, 3 ta bog'cha, supermarket, xullas hamma narsa bor. Bemalol aloqaga chiqishinglar mumkin. Egalarining raqamlarini qo'yib qo'yaman. Nima deydi? Mana shunaqa fayzli xonadon qidirib yurgan tanish bilishlarga tashlab qo'ysanglar, ajab emas, sizlar bahona bir uyli joyli bo'lib qolsa. Like bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Rahmat.